Bolani to'g'ri ko'krakka qanday qo'yish kerak? To'g'ri ogizga olish – bu ko'krak uchini 2 sm masofada bo'lgan hududni ogizga olishdir. Chaqaloq 2 sm-ni og'zi bilan qamrab olish kerak. Mana shu yerda uning lablari bo'lishi kerak. Shunda ko'krak uchi og'zi tilining ildiz qismiga boradi va bola uni to'liq ogizga olmaydi. Shuning uchun yassi, kichik va ichkariga tortilgan ko'krak uchi bilan ham istalgan holatda emizish mumkin. Bolani shunday qilib qo'yamizki, uning burni ko'krak uchi darajasida bo'lsin. Nima uchun? Shuning uchunki, bosh biroz orqaga ketadi va avtomatik tarzda og'zi ochiladi. Agar bu yordam bermasa, unda yuqori lab bo'ylab sorgichni yurgizamiz. Og'zi avtomatik ravishda ochiladi va biz bolani ko'krakka yaqinlashtiramiz. E'tibor bering, men chaqaloqni shunday tutaman. Bola sekin emadi, u pauzalar bilan emadi. Bu mutlaqo normal holat. Agar emizish paytida to'satdan og'riq sezsangiz, ko'krakni chiqarib oling, lekin shunchaki tortib olmang. Ehtiyotkorlik bilan barmog'ingizni og'izga kiriting, jagini siqib, vakuumni yo'qotasiz va bolani yana ko'krakka qo'yasiz. Bolani to'g'ri emishga o'rgatishning yagona yo'li unga faqat emishga ruxsat berishdir. To'g'rimi? Agar siz ba'zida to'g'ri, ba'zida noto'g'ri bersangiz, bola eng oson yo'lini tanlaydi.